Assalomu alaykum. 11.05 yangi kelgan 11.05 mini traktorlarimiz ishlagan videolarni ko'rdingiz. 11.05 mini traktorimizni farlarni ko'rishingiz mumkin. 4 ta дополнительный fara, bu ham plus дополнительный fara bo'ladi, дальний ближний и поворотник bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'rishingiz mumkin, mana поворотниклari ham ishlab turibdi. Qo'shimcha dinamlar bilan jihozlangan. 6 ta farasi, dinam и plus moy datchik, akkumulyator datchik ko'rishingiz mumkin. Akkumulyator datchik, akkumulyator tok beradigan и motochas datchik. Mana bu yerda suv datchiklari ham bor. Xo'p, bu 11.05 traktorimizni boshqalarnikidan farqi moy datchik, suv datchiklari bilan и qo'shimcha dinam дополнительный faralari bilan. Plus yana raspidillari, mana bu orqasini ko'tarib tushiradigan, bemalol, misol uchun silindrlik oldiga jatka ulanadigan bo'lsa, ko'tarilib tushiriladigan. Ham orqasida freza turadi, orqasini ham ko'tarib tushiradi и oldiga ham shlanga ulab bemalol ko'tarib tushiriladigan qilsa bo'ladi. Va katta raspidillardan qo'ydirganmiz. Frezalarga keladigan bo'lsak, frezalari 1.10 cm, balon razmerlari 6.5 ga 16 razmer bo'ladi. Orqa baloni ko'rishingiz mumkin. Boshqalarning balonidan farqi 6.5 ga 16 razmerda, orqa baloni, oldingi balon 500 ga 12 bo'ladi. 11.05 bloklarga o'yib yozib qo'yibdi. 11.05. Xo'p, buni komplektida frezasi и 2 korpus plugi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, buni narxi 30 million so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, 30 million so'mdan qilib beramiz. Qo'shimcha dinamlari bor, faralari и 1.10 lik freza 2 korpus plugi bilan birga. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mburobodda. Telefon nomerlarimiz 93 204 4100.